Assalomu alaykum hammaga, hurmatli o'quvchilar. Am, Onlayn mini kursimizni boshlaymiz. Bu yerda faqat speaking materiallar va speaking uchun har bitta partni alohida tushuntirib beradigan kichik video darsliklar taqdim etiladi. Xo'p, birinchi darsimiz bu speaking part 1. Aynan speaking part 1ni to'liq ko'rib chiqamiz, qanaqa yondashish kerak va nimalarga e'tibor berish kerak. Birinchi navbatda yangi formatni ko'rinishini aytib o'tishim kerak, chunki speaking o'tgan yili sentyabrdan beri yangi formatga o'zgargan. Ko'pchilik bundan xabari bor, chunki deyarli bir yildan oshdi. Shuning uchun ko'pchilikni xabari bor. Okey, demak, yangi formatni ko'rsatib ketaman, qanday o'zgartirishlar kiritilgan va qanaqa ko'rinishda. Hozir endi birinchi darsimiz faqat part 1ni tushuntiraman. Keyingi video darsliklarda keyingi qismlarni to'liq tushuntirib berilgan video bo'ladi. Xo'p, demak, bu yerda birinchi narsa bu sxema. Sxemaga e'tibor bersanglar, part 1 haqida ma'lumotlar berilgan. Ya'ni part 1, part 2 va part 3 va part 1ni o'zi ikkiga bo'lingan. Part 1.1 va part 1.2. Okay. Xo'p, demak, part 1.1, 1.2 bu qanaqa desangiz, yani part 1ni o'zi ikkiga bo'lingan. Demak, part 1ni birinchi qismi ko'rib turganingizdek, part 1ning ikkinchi qismi. Demak, birinchi qismini o'zida sizga juda ham oddiy savollar beriladi, 3 tagina. Ikkinchi qismida, part 1ni ikkinchi qismida ikkita rasmlar beriladi va rasmlarga oid savollar berilar ekan. Xo'p, demak, bu haqida ozgincha ma'lumotlar ko'rib ketsak, part 1.1 boya ko'rsatganimdek juda oddiy savollarni levellari A1, A2 levelda juda ham oddiy darajada sizga 3 ta savol beriladi va shaxsiy ma'lumotlar almashish, asosiy e'tibor siz haqingizdagi ma'lumotlar bo'ladi. Misol uchun mavzular uy, oila, do'stlar, qiziqishlar, misol uchun what's your hobby, what is your favorite color, yes, what's your favorite flowers, yep. Shunga o'xshash savollar beriladi. Savollar ketma-ketlikda taqdim etiladi. Demak, ajratilgan vaqt 30 soniya. Bu juda ham qisqa vaqt. Har bitta savol uchun, har bir savol uchun 30 soniyadan vaqt beriladi. Tayyorgarlik qilish uchun vaqt yo'q deb yozilgan, lekin aslida imtihonda 5 soniyagina vaqt beradi, diqqatni jamlab olish uchun. 5 soniya vaqt deyarli vaqt yo'q degani, juda ham tez-tez o'tib ketadi. Shuning uchun tavsiyam yaxshilab bu savollarga tayyorlanish. Misol uchun, what do you usually do at the weekends? What did you wear yesterday? Do you prefer formal or informal clothes? Ko'ryapsiz, juda ham oddiy savollar berilgan. Bularni tushunish juda ham oson. B1dagi leveldagi o'quvchilar ham bemalol javob berib keta oladi. Faqat asosiy muammo vaqtda bo'lib qolishi mumkin, chunki ko'pchilik endi vaqtga moslashmagani uchun savolni tushunadi, lekin vaqtga moslashmagani uchun fail bo'lib qoladi. Aynan birinchi partni o'ziga yaxshi javob bera olmay qoladi imtihonda. Xo'p, bunga qanaqa yondashuv qilish kerak? Strategiyani ko'rib ketamiz. Demak, 3 ta savol beriladi deb aytib ketdim. Bularni ko'rib ketdik. Endi approachga o'tamiz. Qanaqa tarzda javob bersangiz chiroyli javob chiqadi. Birinchi navbatda tushunishingiz kerak. Savolni tushunishingiz kerak. Chunki agar noto'g'ri tushunib, noto'g'ri narsalarni gapirib o'tirsangiz, off topic bo'lib ketsa, ballingizga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda savolni yaxshilab tushunishingiz kerak. Misol uchun, sizga deylik, what's your favorite book deyapti yoki what's your favorite type of book. Bu ikki xil boshqacha savollar. Birinchi sizga yoqtirgan kitobingizni so'rayapti, ikkinchisida yoqtirgan kitobingiz turini so'rayapti. Tushunyapsizmi? Siz 30 soniya vaqt ichida o'sha berilgan savolga javob berishingiz kerak. Boshqa narsaga emas. Off topic ketmang. Please carefully understand the question. Keyin answer directly. To'g'ridan to'g'ri javob berishga harakat qiling. Uzoqdan olib kelmang gapingizni. To'g'ridan to'g'ri javob bering. Keyin o'sha javobingiz berganingizdan keyin uni tushuntirib ketishingiz kerak va example bersangiz bo'ladi. Misol sifatida mana bu savolni ko'rib ketamiz. Deylik, what's your favorite color? My favorite color is red. Aynan cho'zmasdan aniq qilib aytib ketdi. Endi sababini aytadi. Because it's elegant and suitable for women.
I also have many dresses in red, and besides that, I really like red roses. Demak, misol sifatida menga o'sha ko'p kiyimlarim qizil rangda, bundan tashqari qizil atirgullarni ham yoqtiraman deb gapirib ketgan, juda ham chiroyli spich chiqgan. So, xuddi shunaqa tarzda partnerlarga tayyorlanishlarni tavsiya qilgan bo'lardim. Va bu kanalda ko'pgina semplelar bor. O'sha semplelardan yaxshigina foydalaning. Bundan tashqari, kanalda topsanglar bo'ladi yangi savollar to'plami. Aynan ichida part 1 savollari juda ham ko'p. Bularga bitta-bitta tayyorlanishni tavsiya qilaman. Chunki imtihonda randomly tushib qolsa, hech ikkilanmasdan tez-tez javob berib keta olasizda. O'shaning uchun tavsiyam ko'rib chiqishinglar kerak. Xo'p, keyingi partga o'tamiz. Keyingi part 1ni ikkinchi qismi. Bu yerda ikkita turli xil rasmlar beriladi. Contrast rasmlar beriladi. Contrast deganda qarama-qarshi rasmlar, bir-biriga qarama-qarshi bo'lib turadi. Misol uchun, ko'proq misollar berib ketsam bo'ladi. Misol uchun, mana bu yerda ko'rib turibsiz, ikkita farqli rasm. Birinchisida supermarket, ikkinchisida bozorda. Bu yerda ham ikkita farqli rasm. Birinchisi kompyuter, ikkinchisi telefon. Bu yerda ham xuddi shunday. Kutubxona, bu yerda elektron kutubxona yoki oddiy kitoblar va bu yerda elektron kitoblar. Yes. Mana bu yerda ham bittasi klassik musiqa, bittasi pop musiqa. Ko'rib turibsiz, bu yerda ikkita turli xil rasmlar beriladi. Qarama-qarshi rasm beriladi. O'sha farqni to'g'ri topa olishingiz kerak. Okay. Demak, shu rasmlarga oid sizga uchta savol beriladi. Uchta savol beriladi va uchta savolga ham alohida vaqt beriladi gapirishga. Okay. Boyadagi how to say, ma'lumotlarni ko'rib chiqsak, here you can see part 1.2 ni level, mana o'sha levelni birma-bir oshib ketyapti. Bu yerda B1 levelda, bu yerda ham uchta savol beriladi. Tasvirlash, shaxsiy fikrlarni ifodalash, asosiy fokus shunga. Demak, bir mavzuga oid ikkita rasm asosida savollar ketma-ketlikda taqdim etiladi. Demak, sizga 30 soniyadan vaqt beriladi har biriga. Tayyorgarlik qilishga vaqt yo'q deb yozilgan, lekin specifically tushuntirib ketadigan bo'lsam, shu joylari ham esida qolsin. Ko'p o'qituvchilar aytmasligi mumkin, lekin aytib ketishim kerak. Bitta narsani esda qoldiring. Demak, ikkita rasm beriladi, uchta savol beriladi. Boshida, ya'ni real imtihonda o'tirganingizda 10 soniya vaqt beriladi tayyorgarlik qilishga. Faqat boshida beriladi. Keyin faqat birinchi savolni o'ziga 45 soniya vaqt beriladi. Faqat birinchi savolga. Ikkinchi va uchinchi savollarga 30 soniyadan vaqt beriladi. Shu joyi sizdan chiqmasin, chunki ko'pchilik aytadi 30 soniyadan vaqt beradi deydi, lekin imtihonga kirganingizda mana shunaqa holat kuzatiladi. Demak, 45 soniya faqat birinchi savolga, ikkinchi, uchinchi savollarga 30 soniyadan. Xo'p, undan tashqari yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bu partda bitta narsa esida qolsin. Remember, question 1 is always the same. Birinchi savol har doim bir xil bo'ladi. Shuning uchun yaxshisi qoliplarni yodlab olishingizni tavsiya qilaman. Birinchi savol har doim bir xil bo'ladi. U qanaqa savol? Siz rasmlarda nimalarni ko'ryapsiz degan savol. What do you see in these pictures? Mana rasm beriladi. Where is our picture? What do you see in these pictures? Ana shu savol har doim bir xil bo'ladi. Part 1.2 da birinchi savol har doim bir xil, ikkinchi va uchinchi savol har xil bo'lishi mumkin, lekin birinchi savol bir xil bo'lgani uchun ko'p o'quvchilarga yodlab olishni tavsiya qilaman, template'ni, qoliplarni, chunki yaxshiroq bo'ladi, tezroq javob berishga moslashib olgan bo'lasiz. Xo'p, qanaqa tarzda javob berish kerak? Birinchi rasmni tasvirlab berib, uni detallarini gapirib berasiz. Keyin ikkinchi rasmni tasvirlab berib, uni detallarini gapirasiz va oxirida ikkalasini birlashtirib asosiy farqini gapirib o'tarkansiz. Okay. Bitta sample ko'ramiz, keyin men qoliplarni ko'rsatib ketaman. Sample sifatida boya xuddi aytganimdek, qanaqa tarzda gapirsa bo'ladi. Boya aytganimdek, birinchi rasmni gapirib berasiz. Misol uchun, the first picture I can see a group of musicians playing classic music with violins and other instruments. Birinchi rasmni gapirib berdi. Their performance looks elegant and serious deb birinchi rasmni gapirib tugatdi. Ikkinchi rasm. In the contrast, the second picture shows a group of playing guitars and singing pop music. This scene feels more relaxed and energetic. Ikkinchi rasmni ham tasvirlab berdim.
Oxirida boya aytganimdek, ikkita rasmni asosiy farqlarini gapirib o'tamiz. These two pictures both illustrate music, but the first one represents the formal world of classic music, while the second one highlights the full and lively atmosphere of pop music. As you see, judayam clear structure chiqqan, judayam chiroyli struktura chiqqan. Xuddi boya aytganimdek, where is it? Birinchi rasm gapirildi, detallari aytildi, ikkinchi rasm gapirildi, uni ham detallari va oxirida ikkalasini birlashtirib gapirilgani. Xo'p, endi template'larni ko'rib chiqsak. Chiroyli qilib tashlab berishni tavsiya qilaman. Misol uchun, first picture, I can see it shows there are people art detallari aytayotganda yoki vazir bo'lishi mumkin, atmosfera bo'lishi mumkin. Aynan chiroyli qilib tashlab bering. In the contrast yoki however linking wordlardan foydalanib bu yoqqa ikkinchi rasmga o'tasiz. Keyin oxirini birlashtirayotganda aytsangiz bo'ladi. The main difference between the two pictures is deb gapirib bersangiz bo'ladi. Yoki overall these two pictures show desangiz bo'ladi. Then my suggestion to use linking words, asosiy linking wordlardan foydalaninglar. While, whereas, bir tomondan bunaqa, boshqa tomondan mana bunaqa deb gapirsanglar, juda ham chiroyli chiqadi. Esinglarda qolsin, birinchi savolga 45 soniya vaqt beriladi. Endi ikkinchi va uchinchi savollarga qanaqa javob beramiz desangiz, xuddi boya part 1ga tushuntirganimdek, xuddi shunaqa approach qilasiz. Savolni tushunasiz, direct answer berasiz va ozgincha misollar sifatida uni ham tushuntirib berasiz. Chunki bunga ham 30 soniya vaqt beradi. Xuddi o'sha boshida aytganimdek, o'sha approachda qilib ketar ekansiz. Okay. Asosiy narsa part 1da yaxshilab tayyorlanish. Part 2, part 3larga yaxshigina vaqt beradi tayyorgarlik qilishga, lekin bu partda vaqt bo'lmagani uchun ko'p o'quvchilar to'xtab qolishi mumkin, savolni tushunmasdan qotib qolishi mumkin yoki u savolga tayyor emas bo'lishi mumkin. That's why mani tavsiyam hozirgi tushayotgan savollar, aynan oldingi imtihonlarga tushgan savollarni yaxshilab ko'rib chiqsanglar, sizlarga juda ham foyda bo'ladi va part 1ga tayyor bo'lib kirsanglar, o'zinglarga bo'lgan ishonch ham oshadi. Chunki nima desam, part 2, part 3larga qiynalmaysizlar. Mayli savolni tushunmagan bo'lsangiz ham bitta 1 daqiqa vaqtingiz bo'ladi. Lekin bu yerda vaqt bo'lmagani uchun fail bo'lib qolishingiz mumkin. Aynan oddiy partdan ballingiz ham tushib qolishi mumkin. Okay, this is my suggestion for part 1.1 and part 1.2. Thank you everyone.